Bilasizmi, biz qaysidir yili bir yilda 2 marta roza tutamiz. Qaysi yili? Video davomida men sizga buni aytaman. Lekin sizga bitta savolim bor. Iftor paytida uyingizga mehmon kelib qolsa, mehmonni qanday kutib olish kerak? To'g'ri, ajoyib taom va komfort bilan kutib olish kerak. Bizda ajoyib yechim bor. Siz taomni tayyorlang, biz sizga komfortni ko'rsatamiz. Ushbu uголogimiz 3,5 ga 2,5 joyga ajoyib tarzda joylashadi. Uголokda 3 ta yostiqcha, akvariumli stoli va 2 ta tumbasi mavjud. Uголок materiallari mo'yshi, ya'ni ustidan yuvib ishlatsangiz bo'laveradi. Bundan tashqari ichki karkaslari, yog'ochlari sassadan qilingan, terak aralashmagan. Va albatta purjinalari Pampers purjina, ya'ni hozirgi davrdagi eng oxirgi purjinalardan biri. Stol esa 3D shaklida akvarium qilib ishlangan va ustidagi qoplama oynasi kalyonli oyna, ya'ni sinmaydigan oyna o'rnatilgan. Narxi esa $700, lekin Ramazon aksiyasi bilan siz uchun $690 ga tushirib beramiz. Endi esa qaysi yili 2 marta roza tutishimizni aytaman. 2030-yilda biz 2 marta roza tutamiz. Qaytgancha ushbu komfortni sotib olishni unutmang. Mehmonlar uchun.